siz bu narsani daromad uchun qilasizmi yoki g'oyani o'zi sizga muhimmi bu holatda? Inson yaxshi ko'rib keyin ishlasa qila olmaydi. Bu yolg'on narsa, bu mif narsa. Kim sizga shunaqa deyotgan bo'lsa, u o'zi ham tushunmaydi bu narsani. Chunki eng qimmat zakaz nechlik bo'lgan va nima sabab uniga qimmat bo'lgan? Bizda qimmat deganda nimaga qimmat? Agar bozorda Abu Sahiyda sotilayotgan ko'ylaklarga nisbatan qimmatmi yoki shaharimiz markazidagi butiklari ko'ylaklarga nisbatan qimmatmi? Ya'ni sizga ko'ylak baribir xohlaysizmi yo'qmi qimmatga tushaveradi. Xalq orasida fikr bor, mana misol uchun u ham ko'ynaydi, bu ham ko'ynaydi deydi-da, lekin agar oldiga misol uchun Gentra bilan Mercedesni qo'ysangiz, baribir Mercedesni tanlaydi. O'zi bugungi kundagi o'sha Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda ko'ylak bilan shug'ullanadigan 3 ta katta atelye bor. Sarto, keyin Mahmud Sarto va biza. Barcha kuzatuvchilarga assalomu alaykum. Men hozir Ko'ylak Bespoke'ga Komiljon kanaliga mehmon kelganman. Qisqa intervyu olmoqchimiz. Bu intervyuda bu sohada qancha daromad topsa bo'ladi, qiyinchiliklari nimada va umuman bu sohani ichki tarafidan sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Komiljon aka, sizga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Komiljon aka, eng birinchi savol. Atelye ochilish tarixi nimadan boshlangan? Bu atelyening o'zi tarixi shunaqa bo'lganki, bir do'stimiz Turkiya safarida yurganda Turkiyadagi mana shunaqa odamlarga moslab tikiladigan, ko'ylak tikiladigan joydan o'tib qolgan. Shundan keyin qiziqib ko'ylak tikishga kirib, tiktiraman deb kirib, shu bilan qiziqib, o'sha sohani o'sha odamdan o'rganib, o'qib, keyin bu yoqqa olib kelib, bu yerda shu ishni yo'lga qo'yishganda. Shu bilan bu atelye o'zi birinchi boshlanishi ko'ylakdan boshlangan. Ya'ni o'sha odamlarning o'ziga qomatiga mos qilib, o'zi xohlagan o'sha matodan ko'ylak tikib berish xizmati tashkil qilingan. Taxminan necha yil bo'ldi bu? Bu 2010-yilda boshlanganda bu ish. Katta ekanda. Hozirgi kunda 15 yil bo'ldi. 16 yilga qarab ketyapti endi bu. Sizga bitta savol. Men o'zim ham ko'pchilik biladi, men o'zim sotuvchi bo'lib ishlaganman Kim do'konida. Salkam 7 yil, endi ko'p emas, kam emas, 7 yil tajribam bor. Xo'p, shu holatda men ko'p shunaqa klassik ko'ylak sotganman, lekin shunda ham siz как professional bo'lib turib, ko'chada yurganda odamlarni ko'ylagida ko'rib, nima xatolarni ko'rsangiz, sirazu ko'zingizga tashlanadi. Do'kon misol uchun belgilab bera olasiz. Bu individual pashriftda tiktirgan yoki-da misol uchun ko'chada butikdan olganda bir belgilari bo'ladimi? Bo'ladi. Uni hozir misol uchun ko'rsangiz, birinchi o'chirda o'sha hozirgi kundagi ko'p odamlarning yelka tuzilishi anatomik o'zgargan, oldiga qarab ketgan, ya'ni o'sha garbati deydi ruschada. Bor. Shunaqa yelka orqasi chiqishi bor. Ikkinchi ko'rinishi ko'pchilikning yelkasi bir yoq yelkadan past bo'ladi. Bu ham hozirgi kunda umum hammaga tarqagan 95% odamda ko'rinadi. Hattoki u o'sha sport bilan shug'ullansa ham. Ko'ylakda ko'rganingizda o'sha narsani biz ko'ramiz. Muayyan joylarga g'ijim tushadi. Yelkani qiyshuvligi, o'sha garbatilikning hisobiga tayyor olingan ko'ylakni unaqa turmaydi. Chunki ko'p ko'ylaklarda o'sha mana bu yerda yelka pasatkasi обычный bichilaveradi-da, konveyer qilinganda. U narsani juda ham kam hozirgi kundagi kam firmalar ko'rib chiqadi. Katta Italiyaning kompaniyalari ancha shuni gradusini o'zgartirgan, pasaytirgan. Lekin aksari o'zgartirmagani uchun odam enida ko'rganingizda o'sha joylarda yig'ilishlar, g'ijimlar paydo bo'ladi. Shundan bilsangiz bo'ladi. Bu odam o'sha ko'ylakni tayyorni sotib olgan. O'ziga moslab tikkan odamlarda agar u to'g'ri tikilgan bo'lsa, haqiqatda o'sha narsalar bo'lishi kerak emas. Odamda enida turganda ayniqsa o'sha birinchi ko'zga tashlanadigan joy nima? Yelka, yoqa, shu joylarda ortiqchalik, anaqalik bo'lishi kerak emas. Mendan ham endi men ham bu tarafdan professional emasman, lekin o'sha tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, ko'ylak sotayotganimda ham bo'lardi odamlarning proporsiyasi har xil bo'ladi, tanasini. Yelkasi boshqacha bo'ladi, bo'yni misol uchun kimdiriki kengroq, kimdiriki kichkinaroq bo'ladi. O'shanda ham sirazu men o'zim endi professional emasman, baribir shu sohada yurganim uchun ko'chada ko'rganimda, endi baribir soham shu bo'lgani uchun odamlarning birinchi bo'lib men kiyimiga ahamiyat beraman. Shu taraflama ham endi men o'zimga sirazu bilinadi, lekin xuddi shu sotgan narsangiz odam tashqi ko'rinishdan aytsangiz bo'ladi. Odam o'ziga qolibiga tiktirganmi yo tayyor olganmi, shu taraflama ham bilinadi. Xo'p, keyingi savol. Hozir do'konlar ko'p.
demoqchiman, hozir misol uchun har 3ta, har 4-chi do'konda siz yaxshi misol uchun klassik ko'ylak topsangiz bo'ladi. Demoqchiman, vыбор ko'p. Hop, shu holatda ham nima sabab odam sizni oldingizga kelib individual tiktirishi kerak? Bu o'sha birinchi savolni davomi desa ham bo'ladi. Ya'ni siz agar ko'pchilikda muammo nima bo'ladi? Hozirgi kunda ko'ylak sotib olganda ko'ylak unga to'liq to'g'ri kelmaydi. Misol uchun o'zbekchilikda qorni bor odam bo'lsa, ovqat yegan anaqasini hisobiga o'sha gormonlari buzilgan bo'ladi. Ko'pchilikda u kiyadi, misol uchun tomog'ini to'g'rilasa, bu yog'i to'g'ri kelmaydi. Bor bunisi. Yoki hamma joyi to'g'ri kelsa, hozirgi kunda ko'p anatomiga yana bitta o'zgarish bor. Erkaklarda tos qismini o'sib ketishi. Ko'ylak tortilib qoladi. Bir qancha shunaqa muammolari bor-da ko'ylakni. Endi kiyganda ko'pchilik hozirgi kunda media sohasi rivojlanib ketgandan keyin nima xohlayapti? Ideal narsa xohlayapti. Kiyganda xuddi o'sha modellarga o'xshab tursin deyapti. Oldin modellar, prototiplar, misol uchun fotosuratlar bo'ladi-ku, biron bir reklamli. Ularni odamlar e'tibor qilmasdi-da, prosta tak qabul qilardi, xuddi reklamada. Hozir shu o'zini o'shanga taqqoslaydi. Menda ham xuddi shunaqa tursin ko'ylak deydi yoki kostyum shunmi, farqi yo'q. Unaqa xohlagandan keyin noiloj baribir tiktirish kerak. Chunki 95% odam figurasi bir xil bo'lmaydi. Tayyor ko'ylak sotib olsa, albatta nimadir joyda defekt ko'rinaveradi. O'shanda demoqchiman, hozir aytayotganingizdek, rostdan bu narsani sezganman. Ko'p joylarda do'konlar bo'ladimi, ideal formasi yaxshi o'zini sertifikat olgan modelni olib chiqishadi-da. Odamlar bunaqa emas u. Odamlar formasi har xil, kimdir bo'yi pastroq, kimdir yelkasi kengroq, kimdir qorni bor. Shu holatda oldingizga kelsa, ham ideal o'ziga qolibiga mos tushadigan qilib ko'ylak tiktirish iloji bo'lar ekan deb holatda. Shunaqa bo'ladi-da. Komiljon, keyingi savol, nima uchun hozir mass market davrida ham siz hamma narsani qo'lda qilishda davom etyapsiz? Chunki men misol uchun hozir klassik ko'ylak olaman desam, nariga chiqsam 300 mingga ham olishim mumkin, 900 mingga ham olishim mumkin. Demoqchiman, har xil odam daromadga kelib chiqqan holatda o'ziga ma'qul ko'ylak topsa bo'ladi. Lekin nimaga shu vaqtda ham siz baribir shu narsani qo'lda tikishda davom etasiz? Hop, bitta o'zi bitta narsaga oldin javob berib ketaman. Qo'lda tikish degani bu o'sha 100 yil oldingi 19-18-asrga o'xshab qo'lda bittalab choklab o'tirilmaydi. Bu yerda bari mashinkalar ishlatilinadi. Shu narsani tushunib olish kerak. Ko'pchilik shunaqa ham xato fikrdada bu narsada. Qo'lda qilish degani u sizga to'liq moslashtirib berish degani. Bu degani har bitta mijozga alohida qolip yasaladi. Mana misol uchun sizning o'lchamingizni olinadi, uni hisob kitob qilinadi. Keyin o'sha yozib turib, matoni ustida ishlanib, sizning tochkalarini, nuqtalarini ko'rib chiqilib, sizni to'liq o'lchamingizni ishlab chiqadi. Ya'ni sizni bitta o'lchamingiz uchun o'rtacha ketadigan vaqt yarim soat bo'ladi, misol uchun. Bitta o'lchamni chiqarish uchun. Siz aytgandek, massiviy holatda u yarim soat ichida u mingtagacha ko'ylak bichib tashlanishi mumkin. Shu sababli qo'lda qilingan mehnat hozirgi kunda ham hisobga olinadi, ya'ni baland turadi. Nimaga? Boyaga aytgan narsam sizga o'zingizga, qomatingizga mos narsa kerak. Buni siz boshqachasiga iloj qila olmaysiz. Shuning uchun albatta qo'l mehnati yana o'sha aktual holatga kelaveradi, massiviydan tashqari. Hozir bir narsa xayolim kelib qoldi, rostdan ham bizda oxirgi vaqt umuman qolib qarasangiz, odamlarni proporsiyasi o'zgarib boshlayapti. Aytgandek, noto'g'ri ovqat yegani uchun hayot tartibi tartibsiz bo'lgani uchun ham hayot tarzi ham o'sha joyda ham bundan buyog'iga ham bu narsaga talabi oshishi mumkin, lekin tushmasligi kerak. Umuman individual pashrifga ko'ylak bo'ladimi, kostyum shim bo'ladimi? Hop. Kamoljonga ham bitta qiziq savol-da. Qaysi payt bu sizni sevimli mahsulotingizga aylangan? Ya'niki siz bu narsani daromad uchun qilasizmi yoki g'oyani o'zi sizga muhimmi bu holatda? Xo'p, endi o'zi bitta narsa bor hayotda, ko'pchilik aytadiki, yaxshi ko'rgan ishingni qilgin deydi. Mana shu narsa tarafdoriman. Inson yaxshi ko'rib keyin hech narsa qila olmaydi. Bu yolg'on narsa, bu mif narsa. Kim sizga shunaqa deyotgan bo'lsa, u o'zi ham tushunmaydi bu narsani, chunki bitta narsani yaxshi ko'rish uchun protsess kerak, vaqt kerak. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Biz endi bu sohaga kirishdan oldin o'zi o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsak, bozorda ko'ylak sotib yurardik. Keyin shu sohani ishga tushirishgandan keyin bizga taklif bilan chiqishgan. Sizlar ko'ylak sotasizlar.
Biz ko'ylak chiqaramiz, misol uchun ishlab chiqaramiz. Keyin shuni bitta joyda jamlaylik. Bizga yaxshi sotuvchi, ya'ni ish boshqaruvchi kerak deyishgan. Keyin men borganman, boshida o'sha mensimasdan qaraymiz, chunki u paytlarda O'zbekistonda ko'ylak chiqyapti desa, biz Turkiyani yaxshi ko'ylagini sotib yurganmiz. Biz uni pisandsiz qaraganmiz, keyin borganmiz. Borganimda menga tushuntirib berishgan, "Sen o'zingni qolipingda ko'ylak kiyasan" deb. Shunda men o'zim uchun bir tilla topgandek xursand bo'lganman. Nimaga desa, chunki meni o'zim hayotimda muammo nimadiki, bo'yimga nisbatan doim qo'lim uzun. To'g'ri, bor. Ko'ylak sotib olsam, doim qo'li kalta kelardi. Ko'ylakni qo'lini to'g'rilashim uchun katta ko'ylak sotib olishim kerak edi. Hatto ko'ylakning ichida ishlasam ham shunga majbur bo'lganman. Shuni sababidan bu ishda boshladim. Bir uzog'i bir 4 yil, 5 yilda bu sizni hayot tarzingizga aylanib qoladi. Hayotingiz bir qismiga aylanib qoladi. Endi bu nima deydi, bir ajrashmas narsa-da. Siz nima deyiladi, misol uchun agar damingiz cho'zilib ketib qolsa, misol uchun do'stlar bilan misol uchun tog'ga chiqib dam olasizmi 2 kun, o'sha 3-kuni shu narsani xumora tutish boshlaydi. Ayniqsa bu narsani pandemiyada qattiq his qilganmiz. O'sha qaychilar ushashgingiz kelib qoladi qo'lingiz. Bu shunaqa narsa, bu hayotingizni bir qismiga aylanib qoladi. Bu ishxona emas, atilimut, bu bizani xuddi bir xalq tilida yana aytgandek ikkinchi uyingizga aylanadi. Hamma narsa shu yerda bo'ladi. Keyin bu sohani yaxshi ko'rishni boshlaysiz-da. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Muayyan bir muddat shu ishda ishlagan. Endi pul masalasiga kelsak, albatta pul katta motivatsiya. O'shancha menga qiziqdi. Bu daromadingiz yaxshi bo'lmasa ham bu ishda uzoq ishlay olmaysiz. Bu ishni yaxshi daromad topa olmagan uchun tashlab ketganlar ham ko'p. Endi bir Allohning inoyati bilan orada past balandliklar bo'ldi, lekin yomon bo'lmadi. Umumiy olganda o'sha pul ham topildi. Nima deydi? Endi o'zi bu yerda pul stabil narsa-da, bu sohada pul stabil narsa. Ya'ni sizda pul juda katta daromad topmasangiz ham, lekin yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, bu sohada o'sha stabil sizda pul kelib turish imkoniyati bo'ladi. Bu sohada shunaqa bo'ladi. Muhimi mehr bilan ish qilish kerak ekanda. Muhimi siz albatta mehr bilan, ya'ni siz bu sohani yaxshi ko'rsangiz, bu sohani qonun qoidalariga amal qilasiz. Shunda mijozga ham siz yaxshi narsa berasiz-da. Nima deydi, misol uchun tufta narsa tiqmaysiz, qo'pol aytganda. Mijozga yarashmagan bo'lsa, qatidir to'g'ri kelmasa, buni qaytadan tikib berishga nima deydi, erinmaysiz. Mijozdan yechib olib, uzr to'xtab turing, 1-2 kun kuting, yana to'g'rilab beramiz deysiz. Shunaqa qilib, nima deydi, odamlarga nisbatan ishonch qozonasiz. Endi bizning o'zi sohamizda eng asosiy qismi nima? Siz odamlarning muammosini hal qilib berishingiz kerak-da. Sizga kelib odamlarning bitta muammosi ikkita bo'lishi kerak emas. To'g'ri. Bir eshitgandim, agar deydi sen o'zing yaxshi ko'rgan ish qilsang, umuman hayot mobaynida sen o'zing yaxshi ko'rgan ishingni qilsang, u hisob hayotingda bir kun ham ishlamagan bo'lasan deydi-da. Xuddi ana yaxshi ko'rgan ishingizni qilganingizdan keyin siz buni men ishimga qilyapman deb qabul qilmas ekansiz. Hobbingizni, ana ichingizdan, ko'ngilingizdan qilsangiz, hobbingiz bilan shug'ullangandeki, siz bo'lib orqangizdan daromad ham qilsangiz, bu nur ustiga nur oladi. Bu ham haqiqatda shunaqa. To'g'ri, endi vaqtlar bo'ladi. Ishlar ko'payib ketsa, odamning joniga ham tegadigan holatlar bo'ladi. Shunisi qiziq bo'ladimi hech? Yo'q, qilgim kelmayapti deydigan holatlar. Unaqa holatlar ham bo'ladi. U nagruzka katta bo'lib ketganda bo'ladi. Lekin o'sha joydan nimadir bilan chalg'ib, ozgina 1-2 kun ichida yana baribir shu ishga qaytib olinadi-da. Bu endi o'zi hamma sohada bo'ladi deb o'ylayman baribir. O'zi umuman shunaqa gap bor bo'lsa-da, выгорание deydi-ku, bir narsani davomiy qilib kelasiz-da, просто уже charchab qolasiz. Xuddi shu holat sizlarda ham kuzatilib turar ekan-da, demak. Bo'ladi. U bo'ladi. Juda ham misol uchun hozir shunaqa payt. Mana misol uchun bizda mavsum qanaqa? Bahor, kuz mavsumida hamma aksar odamlar ko'ylak kiyadigan payt, keyin to'ylar avjiga chiqadigan payt. Shunaqa shu paytda haqiqatda siz aytgandek nagruzka kattalashib ketadi. Endi biz shunga tayyorlanib kelamiz. O'sha ruhan, jismonan shunga o'zimizni shu paytlarga tayyorlab kelamiz. Shu muayyan bir muddatda shu anaqadan o'tib olamiz. Ana shu sabab ham odamlar sizlarga nisbatan ishonch qattiq bo'lar ekanda. Endi ishonch u sizni ishingizni toza qilishingizda, bu ishni toza qilib berishingizda.
Bu ishda o'sha odamlar kelganda boya aytganimdek bitta muammosini ikkita qilib bermasangiz, muammosini hal qilsangiz, keyin sizga bu mijoz bo'lib qoladi. O'zi misol uchun 1 yilda bitta ko'ylak kiyish mumkin odam. Lekin sizga u o'zini orqasidan har kuni ko'ylak kiyadigan 5-6 ta mijozni olib kelishi mumkin. To'g'ri. Bu bitta xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Bizda o'zi asosan tanilishimiz 10 yil davomida hali Instagramlar rivojlanmagan paytda asosan shu orqali bo'lgan. Odamlarning og'zidan og'ziga o'tib, sarafanda radio deydi-ku. xuddi shunaqa bo'lganda. Shunaqa rivojlanganda bu soha. Yana bitta savol, bu men o'zimdan shaxsiy o'zimga qiziq bo'lgan. Atelier tarixida eng qimmat zakaz nechli bo'lgan va nima sabab unaqa qimmat bo'lgan? Eng qimmati shu tajribangizdan kelib chiqqan holatda. Atelierda o'zi qimmat bo'lishiga ikkita sabab bor. Birinchisi mato. Ikkinchisi sizning mehnat darajangiz, ya'ni qanaqa mehnat darajangiz, sizga taklif qilinayotgan ishni og'irligi qanchalik, murakkabligi qanchalik. Bizning tarixda где-то bir $300 atrofida bo'lgan eng qimmat zakazimiz, yolg'on gapirmaymiz. Chunki o'zi bitta narsa bor, o'zi bu sohada chegaralar bor. Ya'ni muayyan bir darajada matoni chegarasi bor. Chunki o'sha matodan u yoqqa o'ta olmaydi hech kim. O'sha dunyo bo'yicha to'xtaydi. Uni kачествосida, narxida ham, mehnatida ham shunaqa. To'g'ri, misol uchun biz $300 ga tikkan ko'ylakni Brioni $1,5 ga tikishi mumkin. Ular bilan bizning farqimiz nima bo'ladi? Eng katta asosiysi ular o'sha jahon brendi bo'lgani uchun ular narxi qimmatroq aytadi. Bizga nisbatan. Biza endi misol uchun O'zbekiston darajasida bir o'sha brend hunarmand bo'lishga harakat qilayotgan havaskorlar desa, biza uchun $300 bu endi baribir ko'ylak O'zbekiston sharoitida ancha qimmat hisoblanadi. Endi qarang, men deylik, misol uchun sizdan o'sha $300 ga ko'ylak tiktirdim. Lekin misol uchun Brioni aytasiz, misol uchun ularda 1,5 ming. Demak, faqat ularda o'sha Brionining holatida brendi uchun men ortiqcha pul to'layotgan bo'laman-da. Endi u sohada shunaqa. Bu soha ikkitaga bo'linadi. Atelye sohasi. Birinchi etapi o'sha nomiz mashhur bo'lmaydi, odamlarning muammosini hal qilasiz. Ikkinchi etapi fashionga aylanasiz, ya'ni o'sha fashion sohasiga kirib kelasiz, siz brend yaratasiz. Odamlar o'sha sizni brendingizga pul to'laydi. Ko'proq status uchun pul to'lar ekanda. Shunaqa narsa bu. Mahsulotni o'ziga qaraganda ko'proq status uchun ekan. Bu endi misol uchun Italiyada Brioni deymiz, lekin Italiyada Atelye modlar ko'p, nomi chiqmagan, misol uchun hech kim bilmaydigan, lekin o'sha Brionidan qolishmaydigan, undan ham yaxshi ishlab qilib beradigan holatlar bor. Chunki o'zimizda yaqinda bir odam aytib qoldi, u ham kuchli shu sohada mutaxassis, o'sha Brionini kostyumlarini O'zbekistondagi eng katta odamlardan biriga tikilgan, lekin o'sha yaxshi tikilmagan, u odamga olib kelib berishgan, u odam o'shani qayta tikib, to'g'rilab, moslashtirib bergan. Odam aytayotdiki, Brionilar shunaqa brend darajaga chiqib ketganki, endi ular klientni injiqliklari bilan ishlamaydi-da. Klient ularni anaqasiga qaraydi. Ya'ni nima deydi? Bitta shunaqa holat bo'ladiki, siz Brionidan kostyum sotib olasiz-da. Ya sota olmaysiz. Ya'ni sizga sotadi bu. U o'zini usluvalarni qo'yadi. Xohlasang shu, xohlamasang boshqacha deydi. Yo'q, aytgandek, o'sha odamlar statusiga qarab. Statusiga qaraydi, brendga qaraydi. Shuning uchun ularda narx-navo boshqacha bo'ladi-da. Xo'p. Keyingi savol, Komiljon aka, o'sha siz tajribangizdan kelib chiqqan holati klientga yo'q degan holatlaringiz bo'lganmi? Puliga qaramay. Klientlarga ikki xil holatda yo'q deyishimiz mumkin. Birinchisi, zakaz qilayotgan muddatiga jismonan ulgurmasa. Jismonan ulgurmasa, biz klientga yo'q deyishga majburmiz. Misol uchun mana kechki payt buyurtma beraman desa, soat 10 da, ertalab soat 9 ga kiyishim kerak to'yim desa, misol uchun. Biz uni jismonan ulgurib bera olmaymiz, chunki hamma dam olayotgan payti bo'ladi. Biz dam olishga qattiq qaraymiz, chunki sifat o'sha dam olishga bog'liq. Agar tikuvchi bilan bichuvchi yaxshi dam olmasa, sifatli dam olmasa, brak ko'payadi, xatolar ko'payadi. Ikkinchi tomonda yo'q deyishimizga sabab nima bo'lishi mumkin? Bizani o'zimizni qadriyatlarga mos kelmagan narsa taklif qilinsa, tikish berishdan. Holatlar o'zi bo'lganmi hech? Hayotda bo'lgan. Misol uchun juda ham
yomon material olib kelib bersa, misol uchun mato biz u tikmaymiz. Bizning mashinkalar unga mo'ljallanmagan bo'ladi. Misol uchun mana ko'yniga mos mato kelsa, u juda ham qalin bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Biz uni ko'yni sohasida tikib bera olmaymiz. Chunki bizda tikuv mashinalarini hamma o'sha muruvvatlari deymiz-ku, hamma narsasi shu ko'ylak tikishga mo'ljallangan. Hattoki niylanalarigacha, iplarigacha ko'yniga. U niynada siz boshqa narsa tiksangiz, niyna brakka chiqadi. Keyin u niynalarni almashtirish kerak. Umuman mashina bu narsaga moslashmagan bo'lgan. Moslashmagan bo'lgani uchun biz klientlarga yo'l deyishga majbur bo'lamiz. Men tushunishim bo'yicha Komiljon aka individual pashif o'zi qimmat bo'ladi-da. Shu joyda meni savol tug'iladi. Men ko'p pul sizni tajribangiz uchun, mahoratingiz uchun to'layapmanmi yoki mato uchun ko'p pul to'layapmanmi? Xo'p, endi o'zi bu yerda savolga javobni birinchi nimaga nisbatan qimmatligiga ham qarash kerak-da. Agar bizda qimmat deganda nimaga qimmat? Agar bozorda Abu Sahiyda sotilayotgan ko'ylaklarga nisbatan qimmatmi yoki shaharimiz markazidagi butiklari ko'ylaklarga nisbatan qimmatmi? Birinchi o'chirda shu narsaga savolga javob topib olish kerak. Agar biz bozorga nima deydi, solishtiradigan bo'lsak, unga javob shuki, bozordagi ko'ylakka matosi va tikilish texnologiyasi, uni sifati bizanikidan ancha past. Buni qo'rqmasdan ayta olaman. Endi shahardagi butiklarda solishtiradigan bo'lsak, matosi bilan bizni berayotgan mato bilan bir xil matoda va o'sha tikilish, ko'rinish, hamma narsasi biz bilan bir xil bo'lgan nima deydi, sifatdagi ko'yni shahar butiklarida qimmat. Misol uchun bizda 750 ming so'mga sotilayotgan ko'yni shaharda o'sha 1 milliondan baland bo'ladi. Unisi bilan agar sal sifati yaxshiroq ko'yni olaman desangiz, do'konlarda salkam shu 1 milliondan yuqori pul to'lash. 1 milliondan yuqori u narsa shunaqa narsa. Keyin mana bitta narsani aytib o'taman. Men ukam shu sohada ishlaydi. Mana shu matolarga ip tayyorlash sohasida. Endi uni aytish bo'yicha bir masalani gaplashib qoldik. Mana 120 ga bir ip xususiyatligi bor. Ya'ni ip nozikligi, uni anaqasi 120 gramli bo'ladi. Shu ip haqida aytib qoldi. Bu ip dedi, aka dedi, dunyoda ikkita joyda ishlab chiqariladi dedi. Hatto Xitoy hali buni to'liq yo'lga qo'ymadi dedi. Xitoy qo'ydi deyotganlari ham kачествоsi agar solishtirilsa past bo'ladi Xitoyniki deyapti. Ya'ni o'sha dunyoda Hindistonda bor, Yevropada shakllantirilgan deyapti bu narsa deyapti. O'sha kichik atelyelar anaqalarda, to'qimachilik fabrikalarida deyapti. O'zi qimmat bu narsa deyapti. Biz misol uchun mana sizga agar shunaqa sifatidagi matodan ko'ylak bersak, bu где-то o'sha 1 milliondan balandroq bo'ladi. 1 million 200 lar atrofida bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa ko'rinishdagi shahardagi butiklarda endi bular o'sha 2 milliondan baland bo'ladi. Ya'ni nima demoqchimanki, o'zi matoni dunyoda narxi hamma joyda deyarli bir xil bo'ladi. Uni olganingiz bilan, misol uchun siz massiviy katta miqdorda ko'ylak chiqarsangiz, farqi katta bo'lmaydi demoqchiman-da. Shuning uchun ham siz individualni olganimiz uchun to'g'ri, biz misol uchun o'sha mato zavodidan kestirib olganimiz uchun uni qimmatroq, $2, $3 qimmatroq to'lashimiz mumkin metriga. Lekin katta razlika qilmaydi. Ya'ni siz bizdan ko'yni olmasdan turib, tayyor ko'yni borib olsangiz ham arzonrog'ini topaman deb siz ko'p narsa yutmaysiz-da. Buni baribir olasiz, 90% holatda olib borib yaxshi bitta atelyemo'tga uni qayta tiktirasiz. Ya'ni sizga ko'yni baribir xohlaysizmi yo'qmi qimmatga tushaveradi. Agar atelyemo't parod qilib qo'ysa, ya'ni noto'g'ri tikib qo'ysa, siz o'sha pulga tushdingiz. Ko'yni ham dabdala bo'ladi, sizning vaqtingiz ham dabdala bo'ladi. Pulingizni qaytarib ola olmaysiz, uni atelyemo'tga to'latishdan ma'no ham yo'q. Shuning uchun bu yerda nima demoqchimanki, narx masalasida bu ham bitta bizda stereotip shakllanib qolgani. Ya'ni qimmat degan narsa o'sha narsa uchun. Ya'ni agar tushuntira olgan bo'lsam, bu odamlarni ongida shakllanib qolgan narsa. Ya'ni o'zi O'zbekiston sharoitida hozirgi kunda men qo'rqmay aytamanki, siz individual tiktirib kostyum kiyasizmi, ko'ylak kiyasizmi, hali bu qimmat hisoblanmaydi. Bizning yashash sharoitimizdan kelib chiqqanda. Misol uchun Yevropada bu ancha shakllangan o'zi. Ancha baland hisoblanadi. Ya'ni hamma o'ziga
tiktirib kiyishni позволять qilgan ruschada nima deydi munosib ko'rolmaydi qimmat bo'lgani uchun. Men umuman shu sohada ichida yurganim uchun bir ikki o'zimga qiziqqanman-da. Bilamanki, shu Yevropada bor shunaqa atelyelar, ularning 100 yil, 200 yillik tarixi bor ekan-da. O'sha sabab ham ularning statusi yuqori bo'lgani uchun aytganingizdek, qarang aka, siz aytasiz-ki, mana hozir ko'ylaklar narxi taxminan qanchadan boshlanadi sizlarda? Bizda shu 750 mingdan boshlanyapti. 750 mingdan matosiga qarab o'sha narx oshaverar ekan-da. Unda men o'zimcha hozir xulosa qilyapman-da. Ko'chadan borib yaxshiroq ko'ylak olaman desam, 1 million 1 million 200 ga olgandan ko'ra, undan ko'rasa, misol uchun 800 ming, 900 ming, 1 million to'lab 2 millionlikni kachchasini sizdan ola olar ekanman-da demak. Sizda shunaqa qila olasiz. Unga aniq javob beraman. Menda-ku ko'ylak tanlashda muammo yo'q, sabab men o'zim ozg'in bo'lganim uchun prinsip ko'ylak kiysam hammasi to'g'ri kelaveradi. Agar sal chetdan olib tashlayman demasam-ku, lekin men shu tajribamdan aytamanki, menga klient bo'lib kelayotgan odamlarda hammani proporsiyasi har xil bo'lardi. Aytgandek, bo'yi pastroq bo'ladi, qorni bo'ladi, qo'li kalta bo'ladi. Bu o'sha bilamanki, o'sha ahvatini kattaroq olish kerak unga ko'ylak olayotganda, yoqasi kengroq bo'lishi kerak, o'sha ahvati ham. Demoqchiman, shunaqa odamlarga eng zo'r variant ko'chadan borib o'sha qimmatli ko'ylak olgandan ko'ra, sirazu oldingizga kelib, o'sha bitta kelganning o'zida ishini hal qilib ketsa, ancha выгодныйroq ekan odamlarning o'ziga. Aytgandek, misol uchun odamlar otirimda 2 millionlik misol uchun tashqaridan ko'ylak olgandan ko'ra, o'sha 2 millionlik ko'ylak olib, kelib, o'ziga qo'lini kaltalatadi, o'tini to'g'ratgandan ko'ra, birato'la oldingizga kelib ish hal qilgani yaxshi ekan ancha. Men o'zimga bu narsani endi hozir xulosa qildim. Chunki hozir menda ham bundan oldin menga qorong'i taraf edi. Aytganda shuncha pashifda narxlar hozir qancha bo'lar? Men o'zimcha har doim u qimmat narsa bo'ldi. U tarafga yurib qiziqmaganim ham yaxshi deb bilardimki, mana hozir menga narxdan masalasi bo'yicha menga yoritib berganingiz uchun o'ylayman, o'zimga xulosa endi keyingi kelsam faqat sizlar o'zingizlardan olganim yaxshi ekanda endi. U keyin bizda bitta narsa bor. Misol uchun kelgan mijozni biz bir marta o'lchamini chiqarib yaxshi ko'ylak bersa, uni qolipini olib qolamiz. O'zimizga tushirib olamiz. Bu degani siz keyingi kelganingizda yana o'sha muammo bo'lmaydi. Ya'ni sizni yana ovora qilib 2 marta yoki 1 marta o'lchamizni chiqarishga, ya'ni rus tilida primerka deydi-ku. Shunaqa narsalar shart bo'lmaydi, qolipingiz bo'ladi. Bu ayniqsa kimlarga qulay? Misol uchun doimiy ko'ylak kiyadigan mijozlar bor, misol uchun bankirlar, ko'ylak kiyishga majbur bo'lgan odamlar bor. Ularga qulay bu. Misol uchun 1 marta chiqarib oladi razmerini. Keyin bizda turadi u arxivda. Agar o'sha o'zgarmagan bo'lsa, hech qanaqa joyi, yana o'shani kelib, faqat bu safar matoni o'zini tanlaydi. Biz unga yana tik beramiz. Bunda o'sha jarayonlar ancha qisqarib ketadi. Ya'ni yana ham qulay bo'ladi. Xuddi magazinga kirib ko'ylak tanlab olganda, matoni o'zini tanlab ketsa bo'ldi. Razmerlar o'sha qolib turadi. Ha, razmerlar o'zgarmasi bo'ladi. Men do'konda ishlayotganimda ko'p bo'lardi. Endi har xil toifa insonlar kelardi. Kimdir davlat ishi, kimdir yaxshi sochi tijoratchi bo'ladi. Har doim vaqti bo'lmaydilar kelib ketishga-da. Xuddi o'sha aytganingizdek bizda ham shunaqa bo'lardi. Juda ko'p. Men o'zim bir 5-6 ta klientlar bo'lardi. Kimgadir men o'g'li tengiman, kimgadir misol uchun ukam deb murojaat qilishardi. Telefon qilardi, misol uchun menga deylik XL misol uchun regular fit to'g'ri keladi. Bilasan-ku, bilaman. Shu bo'ldi, o'shandan dastavka qilib chiqazib berdirdi. Demakki, sizlardan shunaqa holat. Endi ko'pchilik bu narsa qulay bo'ladi. Hozir hammaning ham vaqti bo'lmaydi kelib ketishga. Bitta oldingizga keldim, demak, mana holatni desak, o'lchamni yechib oldingiz. Ikkinchi ham misol uchun men vaqtim bo'lmasligi mumkin, lekin srochniga kerak. Misol uchun 2 kundan keyin, 3 kundan keyin bir nima tadbirim bor. O'shan sizga telefon qilaman, komandjoniki razmerim bor. Menga misol uchun ochiq havo rangda katta misol uchun bitta ko'ylak qilib bering desam, masala hal ekanda, demak. Ha, shunaqa bo'ladi. Kelib o'tirishim shart emas. Keyingizda kelib o'tirish ham shart emas. Agar misol uchun sizga oddiy oq ko'ylak kerak bo'lsa, menga yaxshi oq ko'ylak matodan qilib bering desangiz, o'sha bizda qolipingiz hisobiga biz ko'ylakni tikib, to'g'irlab, hamma narsasini ko'rib sizga jo'natib yuboramiz. Kamoljon aka, hammaga eng qiziq bo'lgan savol bu pulli savollar bo'ladi. Sizni atelyengizga kelsam, men nech puldan nech pulgacha ko'ylak tiktira olaman? Ya'ni misol uchun boshlanish narxi qancha, tugash narxi qancha, o'sha minimumdan maksimumgacha va ularning farqi nimada? Bizda hozirgi kunda boshlang'ich narxi 720 ming so'm bitta ko'ylakniki. Bu segmentni matosi o'sha Turkiyani Teschan Tekstil degan fabrikasini matolaridan ko'pincha ishlatamiz. Bu o'sha Turkiyani o'rta klassidan balandroq mato hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kunda o'sha O'zbekistonga
keladigan juda ko'p Turkiyani brendlari, katta brendlari aynan shulardan mato olib tikadi ko'ynaklarini. Keyin undan yuqori kategoriya bor. Bu Turkiyani eng katta brendi bor. Ko'ylak matolarni ishlab chiqaradigan So'ktash degan. Bu brendni matolaridan boshlanadigan ko'ylaklarimiz shu 1 milliondan boshlanadi. U yerda ham ancha tepaga qarab ketaveradi. Endi har xil kategoriyasi bor. O'rtacha biz 1 million 1 million 300 minggacha tikamiz So'ktash fabrikasi matolaridan. Qarang, uzr gapingizni bo'ldim. Shu joyda aytay. Mana misol aytasiz 1 milliondan 1 million 300 gacha tikamiz. O'sha So'ktash deyapsiz-ku, o'sha fabrikada. Agar xuddi shunaqa ko'ylakni, xuddi o'sha So'ktash brendidan fabrikasidan olingan matodan tikilgan ko'ylakni ko'chadan qanchaga olaman men? Ya'niki ko'cha bilan sizlarda individual pashofda farqi qancha bo'ladi? Ko'chadan uni siz misol uchun mana biz sotayotgan 1 millionga sotayotgan ko'ylagimizni sizlar yo'q deganda o'sha ko'cha tilida aytganda $100 dan boshlanadigan ko'ylaklardan olasiz. Farqli bo'lar ekan. Farqli bo'ladi. Balki teng ham bo'lishi mumkin. Misol uchun biz 1 million 200 ga sotayotgan So'ktash matosini siz 1 million 200 mingdan topishingiz mumkin. Ko'chadan. Lekin u baribir o'sha tayyor ko'ylak hisoblanadi. Ya'ni bu yerda shunaqa narsa borki, o'zi So'ktash firmani men Turkiya safariga borganimda o'sha matochilarga men kimlar bilan ishlaysan deb so'rashganda men So'ktash fabrikasi bilan ishlayman to'g'ridan to'g'ri desam, bir hayratlanarli gapirishdi-da. U qanaqa shu darajada shunaqa balon segmentli ko'ylaklar sota olaysanmi deyishdi. Hattoki Turkiyada So'ktash matolari ham juda baland hisoblanadi. Ya'ni Turkiya xalqi uchun ham u juda katta brend. Hatto mato ishlab chiqaradiganchilari ham o'sha bundan u hayratda qolgandek qoshini ko'tarib qo'ydi-da, nahotki dedi. Nima demoqchimanki, bu brend dunyo miqyosidagi brend. Ikkita filiali bor, bittasi Hindistonda, So'ktashchi. Ya'ni ko'ylak sohasida o'sha Yevropaning katta atelyemontlari ham bu brendni matolaridan olib ishlatadi. Shuni hisobiga nima demoqchimanki, siz o'sha bizdan So'ktash firmasining matosidan ko'ylak buyurtma qilsangiz, xuddi o'sha dunyoning brend ko'ylaklarini matosidan foydalanayotgandek bo'lasiz. Ya'ni shunaqa daraja beradi. Yuqori darajada bo'ladi. Sifati haqiqatda yuqori. Men o'zim kiyganim uchun, o'zim ko'p bu narsani sinaganim uchun men So'ktash firmasining matolariga aniq ishonch bilan gapira olaman. Shu darajada nima deydi, sifatini oqlaydi. Ya'ni puliga bu narsa nima deydi, anaqa bunga teng keladigani yo'q hozirgi kunda. So'ktash fabrikasidagi sifatli narxi pastroq bo'lgan matoni dunyoda hech qaysi kompaniya kimga taqdim qila olmaydi. Qarang, hozir siz o'rta segment aytdingiz va eng yuqori segmenti qancha bo'ladi? Endi yuqori segmentimiz bu o'sha Italiya yoki Shvetsariyani matolari bo'ladi. Italiyaniki biz ishlaydigan o'sha Albini Group brendi ostida u bir nechta brendlarni o'ziga jamlagan. Albini Group'i matolaridan tikilgan ko'ylaklar 2 million 400 mingdan boshlanadi. Endi uzr gap, 2 million 400 deyapsiz. U ko'chada sotilish tayyor mahsulotning narxini aytyapsiz. Yo'q, bizda tayyor bo'lishi. Sizlarda. Bizda tayyor bo'lishi shunaqa. Ko'chada bilmayman, chunki bu brend o'sha boya aytib o'tganimdek, dunyodagi sanoqli fabrikalardan bittasi, o'zi to'qiydi. Ya'ni Italiyani ham agar bilsangiz har xili bor. Misol uchun o'zi Italiya brendi ostida, misol uchun Turkiyada yoki Xitoyda matolarni to'qitishi mumkin. Bor, bunisi bor. Bu firma doim o'zi to'qiydi, o'zi ishlab chiqaradi. Orasida limitli matolari bor, mavsumiy matolari bor. Mana misol uchun yozga hozir yozga, bahorga yozga matolari bor. Siz keyingi yil bu matolarni topa olmaysiz. Hattoki kuzda, avgustda bu matolarning aksari tugab bo'ladi. Shunaqa limitli chiqaradigan matolari bor. Bu firmadan o'sha hattoki Italiyani o'sha katta odamlari, prezidentlarigacha aynan shu fabrikani matolaridan tikilgan ko'ylaklardan kiyadi. Faqat narxi haliga aytib o'tganimdek, brendlarning hisobiga biza bilan ularning narxi farqli bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi kunda siz 2,5 millionga misol uchun o'sha dunyoning eng yetuk fabrikasini matosidan ko'ylak kiyishingiz mumkin. Endi taxminiy tasavvur qilmang. Endi men aytayotganingizdek har xil brendlar bor, hammasining sinovi politikasi har xil bo'ladi-ku, narx-navosi. Agar sizlardan misol 2,5 millionga tiktirgan narsamni tashqaridan olsa, kamiga 2 barobarga olsam kerak, katta ehtimol. Albatta shunaqa bo'ladi. Agar o'sha Albini toza Italiyani matosidan bo'lsa, u shunaqa bo'ladi. Usiz iloji yo'q.
O'shanda qanchadan qanchaga chiqyapti narxlar? O'sha minimumdan eng maksimumigacha? Xo'p, minimum shu 720 mingdan endi so'mga emas, dollarda agar aytadigan bo'lsak, где-то sizga 400 dollargacha borishi mumkin. Chunki Alimo katalogimizdan bor, Shveysariyaniki. U ham juda baland hisoblanadi. Misr paxtasidan to'qiydi ular doim hamma narsasini. U ham juda dunyoni katta kompaniyalaridan biri. Nima deydi? Matolarini ichida, ya'ni past segment matolari yo'q. Hammasi o'sha elitning matolar bo'ladi. Eng yuqori narsa ishlantirgan. Eng yuqori sifatli matolarni ishlab chiqarishadi. Albini grupda ham bor, u Thomas Mason degan Angliyani brendi bo'lgan, Albini grup sotib olgan. U o'sha Alimoni kategoriyasidagi matolar, ya'ni Albini grupda ikkiga bo'lingan kategoriyalar. Alimoda общий katalogda bo'linmasdan beradi. Segmentlarni alohida qilmagan ular. Sizlarda mana eng yuqori sifat, eng yuqori narx qilib shu 400 dollar bo'tgan bo'lsa, именно shu 400 dollarlik tiktiradigan, 400 dollarga ko'ni tiktiradigan klientlar ko'pmi sizlarda? Yo'q, biz bunaqa segmentda bizda ko'p bo'lmaydi. Chunki bunaqa tiktiradigan odamlar o'sha coin'ini albatta tushunishi kerak. Coin'ini nimaga bunaqa pul to'layotganini bilish kerak. Chunki bari xalq orasida fikr bor, mana misol uchun u ham coin'idi, bu ham coin'idi deydi-da, lekin agar oldiga misol uchun Gentra bilan Mercedesni qo'ysangiz, bari Mercedesni tanlaydi. Bu ham xuddi shunaqa narsa, bu sohani tushunmagan odamlar uchun u ham coin'i, bu ham coin'i. Lekin bu sohani tushungandan keyin, buni o'sha komfortini his qilgandan keyin o'sha 400 dollar nimaga to'layotganini tushunadi. Siz misol uchun mashinada nimaga bu pulni to'layotganingizni yaxshi bilasiz-ku. Xuddi o'sha narsa bu yerda ham bor, bu yerda ham o'sha narsa ishlaydi. Shuning uchun Mercedesni sotib oladiganlar ko'p bo'lmagandan keyin bu coin'ini ham sotib oladiganlarni miqdori, ya'ni kolичествоsi ko'p bo'lmaydi. Bor. Bor, baribir talab bor, bor. Yaxshi bu narsada tushunchasi bor bo'lgan odamlar, talab bor, tushunchasi bo'lganlar ham bor. Bugungi kunda O'zbekiston o'zi bu sohada hozirgi kunda tramplinda turibdi. Ya'ni tramplin qanaqaki, bizga bu narsa endi kirib kelyapti. Ya'ni bizning madaniyatlarda bo'lgan oldin, ammo o'sha industrializm boshlangandan keyin bu narsa ancha yo'qolib ketdi. Asosan ayollarda qolgan edi yoki o'sha cho'pon tiktiruvchilarda qolgan edi. Cho'ponni borib o'zligiga moslab tiktirishardi yoki ayollar asosan. O'sha kelinlik qilayotganda, boshqa qilayotganda sepiga yig'dirardi. Qolgan kichkina qismi asosan o'sha bu narsani o'sha eskidan bilgan, o'sha rahbar odamlar, misol uchun davlat ishlashiga doimiy kostyum kiyadigan, ko'ylak kiyadiganlar juda ham tor doirada bu narsa saqlanib qolgan edi. Ular o'sha o'ziga tiktirib kiyardi. Chunki nimaga desangiz mutaxassislar kam edi. Lekin bu sekin-sekin o'sdi va hozirgi kunda o'sha sizga ko'ylak tikadigan yoki kostyum shim tikib beradigan tikuvchilar soni ancha ko'payganini hisobiga bu narsa ommalashdi va O'zbekiston endi o'zbek jamiyati bu narsani endi tushunyapti. Bu narsaga endi kirib kelyapti. Men o'ylaymanki, bundan buyon bu narsaga talab kuchayaveradi. Chunki siz mana butikka borasiz, maksimum 20 xil rang ko'ylak bo'ladi butikda. To'g'ri. Undan ortig'ini riskovat qilib olib kelmaydi yoki g'ayrioddiy ranglar ham kerak. Misol uchun sizga qizil rang kerak yoki to'q bardoviy rang kerak. U tayyor mahsulotda juda qiyin, juda kam odam bunaqa ko'ylakni bunaqa rangga olib keladi. Asosan bizda o'sha chizuvli ko'ylaklar, ozgina kletka va bir xil rangdagi o'sha pushti rang, ko'k, ikki xil, uch xil olib kelishadi. Bizani misol uchun sohaga kelib siz matolarni katalogini ochsangiz, u yerda umumiy jihatdan 1000 dan oshiq mato bor. Unikalniy narsa kerak desam, sizlardan topaman. Siz o'sha chizuvni xohlaganingizni, rangi xohlaganingizni topib, o'zingizga mos holatda ko'ylak tiktirishingiz mumkin. Men qarang, hozirgi oxirgi bir 5 yil, 7 yil desak ham, imенно shu oxirgi 5 yil, 7 yilda men o'zim sezdim, kiyinish madaniyatiga odamlar urg'u beryapti ko'proq. Oldin bunaqa emas edi. Oldin ham bo'lardi-ku jamiyatda, lekin hozirgidek kuchli emas edi. Shu narsa sizlarga ham ta'siri bo'ldimi? Ya'niki misol uchun shu orqali sizlarda misol uchun klientura ko'paydimi demoqchiman. Chunki men o'zim ko'raman, odamlar kiyinish madaniyati o'zgaryapti. Odamlar tashqari, endi men o'zim ham shu sohada ishlaganim uchun odamlarning birinchi men kiyimiga qarayman-da. Odam qarasam, odamlar chiroyli kiyingan bo'ladi, didi bilan,
prosta bir nimadir ustiga kiyib olib ko'chaga chiqib ketdim emasda, hammasini bir nimadir oyoq kiyimini moslab, rangiga moslab, shakliga moslab odamlar kiyinadigan bo'ldi. Bu narsa sizlarga ham ta'siri bo'ldimi demoqchiman. Umuman madaniyat o'zgargandan. Albatta bo'ldi. O'sha klientlarni bazasida oshishiga sabab bo'ldi. Bu birinchi o'chida siz aytgandek ko'pchilik bilgandan keyin va o'sha media hozir aytasiz odamlar kiyinishni tushungandan keyin talabi ham oshdi. Misol uchun 10 yil oldingi holatda biza ko'ylakni misol uchun tikisib eniga kiygizsak aybini biza ko'rmagunimizcha ko'p mijozlar ko'rmasdi. Ko'yni yaxshi chiqdi olib ketaverardi. O'sha asosiy muammo nima edi? Yoqasini to'g'rilab bersangiz, qonini to'g'rilab bersangiz yoki qo'l uzunligini to'g'rilab bersangiz, odamlar xursand bo'lib, o'sha boya aytgandek tilla topgandek boshi osmonga yetardi. Lekin hozirgi kunda siz aytganingizda oxirgi 5 yilda o'sha mana media sohasi rivojlanib ketdi. Odamlar fikrlashi o'zgardi. Endi odamlar talab qo'yadi. Misol uchun kelganda ko'ylakni detallarigacha e'tibor qilishni boshlaydi. Qanaqa turibdi? Uzunligi 1 santimetr olib tashlash kerakmi? Yoki qo'shish kerakmi? Yoki u sal kengroq holir o'zi umuman yoki torroq holir. Ranglariga e'tibor qiladi yoki muhim detallar qo'shib beringlar deyish mumkin. Misol uchun tikilayotgan iplarning rangi o'zgarishini xohlashligi mumkin. Ya'ni demoqchimanki, odamlar bizaga ham ustamalarni oshirishdi. Ya'ni bizaga qilinadigan talab ham oshdi. Va bu bizaga endi yana bitta chaqiriq bo'ldi. Qanaqa chaqiriqqa? Endi biz yana ham ko'proq ustimizda ishlashimiz kerak bo'ladi. Yana ham diqqatni jamlash kerak bo'ladi, konsentratsiya qilish kerak bo'ladi. O'sha tikayotganda ham nima deydi? Tikuvchilarga bo'lgan talab ham oshadi buni hisobiga. Chunki odamlar hozirgi kunda hattoki matolarni ham ajratishni bilishyapti-da. Bor bu narsa. Misol uchun bu mato men klassikaga tushmaydi. Bu menga casual usulga qilib ber. Misol uchun bu sayohatga chiqadigan odam bo'lsa, menga bunaqa matodan qilib ber deydi. Ya'ni hammasi har xil yondashuv talab qiladi. Hammasi har xil hattoki tumalargacha bo'lgan e'tibor kuchaydi. Shuning uchun siz aytgandek, u nafaqat klientni oshishi bazasi, u o'z yo'liga, lekin bizga nisbatan ustamalarni ham oshirdi. Ya'ni biz yana ham ko'proq diqqat e'tibor qiladigan, yana ham yaxshiroq, yana ham sifatliroq narsa berishga harakat qilishimizga to'g'ri kelyapti. Komoljon aka, men bilaman, shaharda bir nechta sizga konkurentlaringiz bor desam ham bo'ladi. Imенно shu ko'ylakni individualniy ko'ylak tikishga ham ko'proq urg'u bergan. Ulardan sizning farqingiz nimada? Xo'p, endi o'zi bilan konkurent deb aytish sal noto'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni raqobatchi emasmiz biz. O'zi bugungi kundagi o'sha Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda ko'ylak bilan shug'ullanadigan 3 ta katta atelyemiz bor. Sarto, keyin Mahmud Sarto va biz. Hammamiz bitta maktab bolalarimizni, ya'ni bitta joydan chiqqanmiz, o'sha Sartodan. Uzr, ya'niki sizlar boshidan bir-biringlarni hammanglar shaxsan bir-birlar yaxshi tanishsizlar. Bitta birga ishlaganmiz. Hattoki o'sha Mahmud Sarto men bilan birga bo'lgan. Ya'ni menga o'sha men o'zi bu sohada birinchi kelganimda boya aytib o'tdim, ko'ylak sotish bilan shug'ullanganman. Keyin bichuv qismiga o'tganman. Ya'ni Mahmud Sartoni o'sha tashkil qilgan odam Mahmud ajoyib odam, juda quvnoq. O'sha odam menga bichishni o'rgatgan. Ya'ni qo'limga qaychi ushlashni, nima qilishni. Ular sababchi bo'lgan ekan. Sababchi bo'lgan, chunki men ish boshqaruvchi edim. Keyin o'sha pandemiya paytida menga siz ham o'rganing dedi. Chunki bu o'zi tabiat qonunida, siz kengayganingizdan keyin bitta joyda tiqilib qolasiz. Shu sababli bu ishni tashkil qilgan odam o'zi o'sha boya aytib o'tdim, Turkiyadan o'rganib kelgan odam, hozirgi kundagi o'sha internetlarda, Instagramlarda mashhur bo'lgan Daydi klubi asoschisi Mirfozil Aripov bo'ladi. O'sha tikishni hamma narsani bu yerda o'rgatgan, shu bichishlarni. O'sha odam aytdilarki, muayyan bir jabhaga kelganimizda endi hamma o'zi alohida yurutsin bu sohani dedilar. Chunki hamma o'rgandi, 10 yil o'tdi, mana o'sha 20-yillarda shunaqa dedilar-da. Ya'ni o'tdi, endi hamma aravasini o'zi tortish kerak. Chunki hamma joyda bitta joyda tiqilib qoldi dedilar. Keyin shunaqa qilib biz ajralishni boshladi, mustaqil bo'lishni boshladi. Birinchi mustaqil bo'lib chiqib ketgan o'zi bizaniki bo'ladi, meniki bo'ladi. Biz Mahmud Sarto bilan birga chiqib ketganmiz. U paytda brendimiz boshqacha edi, nomi.
Keyin ozginadan vaqt o'tib Mahmud o'zi alohida bo'lib chiqib ketdi. O'zini g'oyalari bor edi, o'zimni yo'nalishimni tashkil qilaman dedi. Keyin shunaqa bo'ldi. Shu biz alohida chiqqanimizda Sarto o'zi qoldi. Chunki Sarto o'sha brend nomi edi. Birinchi Mirfozil Aripov tashkil qilgan nom. Keyin o'zi bu sohada yana bitta kuchli mutaxassisimiz bo'lganlar Rustam aka Abidov, u odam hozirgi kunda ko'yni ishlab chiqarish, konveyer ishlab chiqarish sohasidalar. Ya'ni shuni Nurafshon oldingi To'ytepada katta fabrikalari bor va bugungi kunda O'zbekistonda hozirgi holatda men u odamdan kuchli odam bilmayman. Ya'ni kim ko'yni ishlab chiqarish, massiviy ishlab chiqarishni tashkil qilish bo'yicha. Ya'ni hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham kam bu sohada mutaxassis, ko'yni sohasida. O'sha kam sonli mutaxassislar ichida men eng peshqadami deb bilaman. U odam ham shu boshida shu birga bo'lganmiz. U odam 2015-yilda fabrika sohasini tashkil qilib bu donali ko'yni tikishdan chiqib ketgan edilar. Hozirgi kunda o'sha muvaffaqiyatli bu sohani boshqarib kelyaptilar va yaqin kunlarda yana shu Sartoga qaytib bu sohani yana rivojlantirishga kirishyaptilar. Ya'ni nima demoqchimanki, bu yerda hech qanaqa konkurensiya yo'q. Hammamiz bitta maktab bolalarimiz. Chunki o'sha boya aytib o'tganimdek, matolarni ham deyarli bitta joydan sotib olamiz. Chunki dunyoda o'zi sanoqli yaxshi mato ishlab chiqadigan fabrikalar bor. Hozirgi kunda ham shunaqa ishlayapmiz. Hozirgi kunda ham hamkormiz. Bir-birimizni og'ir kunlarimizda yordam qilamiz, yaxshi kunlarimizda bir-birimizni tabriklab turamiz. Va endi bu soha o'zi individual soha, siz aytgandek, kimdir tushadi. Ya'ni bir odam agar 3 ta joyda borib ko'yni tiksa, kimnikidir unga yoqadi, kimnikidir uni podxodi yoqishi mumkin. Bunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni shuning uchun palonchi yaxshi tikadi, pistonchi yaxshi tikadi deyishdan ma'no yo'q. Chunki mana misol uchun kimgadir Mercedes yoqadi, kimgadir BMW yoqadi. Ya'ni bittasini Razgonozor, bittasi ajoyib brend, President Class deydi. Kimgadir Toyota yoqadi. Chunki hayotda og'ir kunida ham pam bermaydi deb hisoblaydi. Shuning uchun bu yerda ham xuddi shunaqa, bizning sohada ham shunaqa, ya'ni o'zi eng yaxshi bahoni vaqt beradi. Ya'ni mijozlab berishi mumkin. Ya'ni kimning o'zgachaligini. Ya'ni 3 ta narsani hozir mana 3 ta atelemotni men sanab o'tgan bo'lsam, 3 ta atelemotni o'ziga yarasha ustuvorligi bor. O'zi o'shaning o'z nomi bilan individual. Ya'ni har kim haqiqatdadir o'zini muammosini hal qiladi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bugungi kunda biz o'sha nima deydi, shu holatda normal holatda ishlab kelyapmiz. Chunki bunaqa holatlar ham bo'ladi. Bitta mijoz menda ham tiktirish mumkin, o'tga ham borib tiktirish mumkin, yoki Mahmud Sartoga borib tiktirish mumkin va hammadan ham qoniqishi mumkin. Hattoki uchala joyda tiktirib, men bu sohada maza qilmadim, menga o'zim xohlagan narsani bermadim deyishligi ham mumkin. Bunaqa tomoni ham bor. Bo'ladi buni holati. Bunaqa holat ham bo'ladi. Ya'ni 100% hammani nima deydi, ko'nglini ola olmaymiz. Shuning uchun bu sohada konkurensiya emas, ko'proq hamkorlik deb qarasa ham bo'ladi. Mana hozir savolimga javob berdi. Ularni konkurent deb nomlasam, statusi yo'q, ular bizga konkurent emas, biz xuddiki bir jamoamiz, lekin har xil joyda faol olib boramiz degan. Yaxshi bo'ptiki, hammanglar bitta maktabdan chiqib, hamma shunaqa darajagacha chiqibdiki, o'sha ishi yaxshi yurgan sababli hamma individual bo'lib, o'sha xuddi hamma o'zini qasrini qurganda hamma alohida bo'lib, hammaning ishi yaxshi yurayotgan ekan xullas. Endi bu yerda bitta muhim narsa bor. Sizni bu ishni qanchalik davom etishida, ya'ni o'sha bir odam Turkiyadan shu biznesni topib kelib O'zbekistonga kiritdi. Oldin O'zbekistonda ko'yli tikish sohasi bo'lsa, bu bunaqa mashhur bo'lmaganda, kasm shim tikib yurgan atelye moddilar tikib bergan bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa darajada, bunaqa massiviy katta miqdorda odamlarga moslab ko'ylak tikish bo'lmaganda. To'g'ri, hozir kimdadir e'tiroz ham bo'lishi mumkin. Bir xil atelye modlar bizani bu videolarimizni ko'rib erish tuyulishi mumkin ularga bu gaplar, lekin o'zi rostdan shunaqa. Nima deydi, bunaqa holat bo'lmagan. Lekin mana shu narsani shu odam shu yerga olib keldi va shu narsani shu 3 ta vetkaga bo'linib 3 kishi alohida olib ketishi bu
bu sohada muvaffaqiyat deb men qabul qilaman. Shunaqa deb bilaman-da. Endi bizning vazifamiz mana shu narsani davomiyligini davom ettirishdi. Ya'ni biz o'zimiz yana har bir odam kamida 3 tadan 4 tadan shogird chiqarishimiz kerak. Bu narsani rivojlantirishimiz kerak. Shunda haliga aytib o'tganimdek, odamlar bu sohaga murojaat qilganda pan yemaydi. Odamlar bu sohaga murojaat qilganda juda ham uzoq muddat kutib qolmaydi. Ya'ni shu muammolarni biz hal qila olsak, odamlar bu sohaga yana ham qiziqishi oshiradi. Ya'ni ham odamlar misol uchun bir haftada ko'ynakni olsa, buyurtma bersa, bizga kelib bir haftada olsa, bu sohada tikuvchilar, bichuvchilar ko'paysa, endi 3 kungacha tushishi mumkin. Bu narsa. Ya'ni yana ham tezroq bo'ladi. Har taraflama manfaat. Har tomonlama manfaat bo'ladi. Odamlar yana ham xursand bo'ladi-da. Men bu sohaga shunaqa qarayman. Shuning uchun tikuvchilarning ko'paygani, yaxshi tikuvchilarning albatta ko'paygani bu sohada doim odamlarga foyda bo'ladi deb o'ylayman. Va ham bu narsani bir xudo ehson deb ham qarasak bo'ladi, chunki ilmingiz sizga manfaat beradi. Faqat o'zingiz uchun emas, balki boshqa bilan o'ylashsangiz ham bu narsa xudiki barakasi ham bo'lar ekanda. Siz aytganingizdek shogird chiqadi, shogirdni bir mukammal darajagacha olib chiqib, chunki baribir ishingizda barakasi bo'ladi. Agar shu narsaga nisbatan, ishingizga nisbatan mehr bilan yondashuv qilsangiz, mukammal darajada qilsangiz, sababini o'sha har taraflama manfaat bo'lar ekan bu narsada. Albatta, har tomonlama bo'ladi. Kamoljon aka, meni tasavvurimda umuman shaharda boshqa joylarda ham men o'ylardimki, individual tashrif deganda faqat kostyum, shim ko'zim oldiga kelardi. Ya'niki borsam, men o'tda o'sha atelyeda men kostyum shim tiktirib olaman debdi. Lekin ko'ynak kelganda hech qanday narsa kelmasdi. Nimaga ko'ynak bunchalik rivojlanmagan bizda? Hozir mana aytib o'tdim-ku, Turkiyadan olib kelingan bu ish debchi. O'zi bu mamlaqa narsa, mana individual tikish degani kostyum shim tikish bor-ku, aksar kostyum shim ustalari butun dunyoda shunaqa o'zi o'lchaydi, o'zi o'tirib bichadi, o'zi o'tirib tikadi. Chunki kostyum shim katta narsa, mehnati og'ir. Shuning uchun ham kostyum shim siz borib buyurtma bersangiz, yo'q degani 20 kundan oldin tiktirish juda mushkul ishda. Yo'q degani sizga 20 kun vaqt so'raydi. Bu soha shunaqa soha. Endi ko'ynagiga keladigan bo'lsak, agar ko'ynakni o'zi o'lchab, o'zi bichib, o'zi tikadigan bo'lsa, ko'ynak narxi juda ham qimmat bo'lib ketardi. Ya'ni bu odamlarga to'g'ri kelmagan. To'g'ri orada kostyum shim tikayotgan odam yaxshi mijozda iltimos qilsa bitta ko'ynak tikib berishi mumkin edi. Lekin bu narsa shunaqa bir qiyin bo'lganki, chunki ko'ynak kostyum shimga nisbatan ancha arzon. Kostyum shimga nisbatan o'zi ko'ynak aksessuar, lekin bu shunaqa aksessuar narsaki, ko'ynaksiz kostyum shimni siz kostyum shimlik statusi tushib ketadi. To'liq bo'lmaydi. Ya'ni ko'ynak muhim atributda o'zi bir kiyimda. Lekin ko'ynakni o'zini kiya olasiz. Misol uchun, kostyum shimsiz. Lekin kostyum shimni ko'ynaksiz kiysiz, ya'ni u statusni bermaydi. Shuning uchun ko'ynakga kelganda hamma oqsagan, nimaga desa, ko'ynak arzonroq, lekin unga ketadigan mehnati katta bo'lgan. Mirfozil olib kelgan bu tizim shunaqa bo'lganki, ko'ynakni o'lchab oladigan odamlar alohida, boshida shunaqa sistema ishlagan, ko'ynakni bichadigan odamlar alohida, jamoa, ko'ynakni tikadigan eng muhim qismi alohida bo'lgan. Ya'ni shunaqa proses qilganda ko'ynakni soni ko'paygan. Misol uchun siz bir kunda maksimum bitta odam o'zi bichib, o'zi ko'ynak tikishi mumkin 3 ta maksimum. Bu ham o'sha 12 soat ishlaganda-da. Endi siz agar har bitta narsani alohida qiladigan bo'lsangiz, siz misol uchun 4 kishilik ustaxonangiz bo'lsa, ko'ynak tikadigan, siz 12 tagacha ko'ynak, 16 tagacha ko'ynak chiqarishingiz mumkin bir kunda. Ya'ni o'sha proseslarni maydalashgani hisobiga, shuni natijasida ko'ynakning narxi ham, tan narxi ham oshib ketmaydi. Agar men o'zim ko'ynakni bichib, o'zim tiksam, bitta hozirgi kundagi 750 ming sotayotgan ko'ynagimni men 1,5 million sotishim kerak bo'ladi. Chiqazib olish uchun. Haligi mehnatimni oqlashim uchun pulga nisbatan. Bu to'g'ri kelmasdi hech kimga. Bunaqa narxda juda kamchilik ko'ynak kiyishi mumkin. Boya aytib o'tganimizdek. Shuning uchun bu proses O'zbekistonda rivojlanmagan. Ya'ni buni yo'lini qilish kerak bo'lgan. Alohida bichuv ustaxonasi, alohida mijozni kutib oladigan ustaxona alohida, tikuv alohida bo'lgan. Ya'ni bu tizimda. Bu demak, bu umuman shu ko'ynak men kelib misol uchun bitta ko'ynak zakaz qilib ketsam,
Buni orqasidan ancha murakkab ish bor ekanda. Ko'ynak o'zi ko'rinishidan custom shimga nisbatan sodda ko'ringani bilan juda murakkab O'shada narsada. Shuni hisobiga bugungi kundagi O'zbekistonda eng custom shimda cho'qqiga chiqqan odamlar ham ko'ynak sohasini ishga tushirib yuborish qiyin bo'ladi. Juda ham bosh og'rig'i ko'p, muammosi ko'p. Men bugungi kunda mana shu fursatdan foydalanib rahmat deyman. Bizning ustaxonamizda hozirgi kunda 4 kishi ishlaydi, ayol kishilar, ularning rahbari Xosiyat opa. Bu soha ochilganidan beri shu yerdalar. Bu ko'ynak sohasini kerak bo'lsa bizdan ham yaxshi tushunadilar. Ko'ynakni o'zi har bitta qonun qoidasigacha biladilar, detallarigacha biladilar. Aynan individual pashifda ya'ni shu tikish bo'yicha mutaxassislar. Shu opamizni juda katta mehnatlari bor. Bu holatda, ya'ni o'sha bu biznes bir chuqurlarga tushib chiqqanda ham nima deydi, tashab ketmasdan, hattoki savdolar bo'lmagan o'sha pandemiya paytida hammamizga ma'lumku to'xtab qoldi bizneslar. Shunaqa. Men oyligimni bermasanglar ham mayli deb ishlagan ayollar-da. Shunaqa bir kuchli ayol biz bilan o'sha fabrikada, o'sha ustaxonada bosh bo'lib kelyaptilar. Men rahmat deyman, o'sha ko'ynakni mijozga chiroyli bo'lib chiqishida juda katta ish qilyaptilar-da. Mana bitta narsa hozir aytaman, custom shim bilan ko'ynakning eng katta asosiy farqi bilasizmi nima? Ko'ynakda choklarning ko'rinishida. Custom shimda choklar ichida qolib ketadi. Siz customni olganingizda faqat dekoratsiya uchun tikilgan bir ikkita choklar bo'lmasa ko'rinadigan. Aksar choklar custom shim ichida qolib ketadi. Ya'ni qo'polqa aytadigan bo'lsak, biroz noto'g'ri tikilgan joyi bo'lsa, u sizga ko'rinmaydi. Lekin ko'ylakda shunaqa narsaki, aksar choklari ko'zga tashlanadi. Shuning uchun ko'ynakni olganingizda ko'ynakga birinchi baho beriladigan narsasi uni choklari, uni tikilishi va bu narsani bugungi kunda bunaqa nafis holatda mijozlarga yetkazib berishda o'sha ustaxonamizdagi opalarimiz, singillarimizni mehnati juda katta. Ular har doim bu yerda deylik, so'sha media taraflar har doim ko'rinishmasa ham, umuman ko'rinishmasa ham, lekin ko'p jarayonda ko'p ishlarni ular hal qilishar ekanda, deymi? Ha, o'sha icebergga bizga ko'rinmagan qismi aynan ular. O'sha ularda yuk tushadi. Bir xil mijozlar kelib, bir xil rahbar odamlar bo'lib qoladi, telefon qilishadi, iltimos, bizda o'sha safarimiz bor deydi yoki muhim tadbir bor deydi, bizga ko'ynak qilib beringlar desa, biz misol uchun o'sha amallab tezlik bilan bichib yetkazib bersak, ular o'sha narsani chiroyli qilib, o'sha qisqa muddatda tikib, harakat qilib chiqarib berishadi. Ya'ni o'sha boya aytib o'tganimdek, bu protsessda, ya'ni bitta ko'ynakni mijozga yetkazib berish prosessimizda katta ishni o'shalar bajarishadi. Katta ko'p qadamlar bosib o'tilar ekanda. Chunki men aytaman, so'chib keldim, sizga ko'ynakni so'chib zakaz qilib olib ketgunimcha, u yerda nafaqat siz, balki orqada turgan ko'rinmaydigan katta bir ishi bor. Komanda bor ekan desizlar. Komanda bor. Shuning uchun ham ko'ynak sohasi ommalashmagan bo'lganda bizda. Komoljon aka, unda men qiziqib ma'lumot qarasam, ko'ynakni tugmasi chig'anodan yasalar ekan. Ko'p ko'ynaklarniki plastik, meniki plastikda, ko'plari chig'anodan bo'lar ekan. Bu narsa haqida birinchi martalab men eshitishim. Ha, yo'q, endi bu o'zi doimiy bo'lgan. O'zi boshida hamma narsa tabiiy bo'lgan. Misol uchun tugmalar ham plastiklar bo'lmagan paytda chig'anodan yoki kvartsdan qilingan. Hozirgi kunda ham bu saqlanib qolgan. Misol uchun albiniyni matosidan buyurtma qilsangiz, unga sizga tugmasini ham taklif qiladi. Mana shu tugma. Bu hozir bu yerda hozir chig'anoq bilan kvarts tugmalar bor. Bular o'sha tabiiy tugmalar. Nima deydi? Hozirgi kunda aksar tayyor mahsulot olsangiz, ularda ko'pincha plastik tugmalar ishlatilinadi. Brend anaqalarda nima deydi? Mana shunaqa kvartsdan yoki chig'anoqdan tugma buyurtma qilsangiz bo'ladi. U mijozning xohishiga bog'liq. Chunki bitta narsa bor. Chig'anoq bo'lgandan keyin bu o'zigacha muomala talab qiladi. Sizni ko'ylagingizda tugmalari chig'anoq bo'lgandan keyin unga boshqacharoq muomala qilishingiz kerak. Yuvishda, unga bo'lgan o'sha dazmollarda ehtiyotkorlik kerak. Chunki ko'pchilik chig'anoqli tugmalarni ishlatadi. Yuvib qo'ysa, kuchliroq mashinkalarda chig'anoqlarda xuddi chinniga o'xshab, pelalarga o'xshab uchadi. Cheti ishdan chiqishi mumkin.
Bunga ajinni Ha, uxud kerak ekan. endi misol uchun men chig'anoqli oldim deganingiz, u shunchaki sizga alohida status bermaydi. Unga alohida yondashuv, podxod kerak. Nima deydi? Chunki bitta komplekt chig'anoq $15 dan boshlanadi-da o'zi. Ha, polniy ko'yniga tikib Bitta berish. ko'yniga shundan to hozirgi kunda bu Albini Groupda $25 gacha tushadi sizga bitta komplektida. Kvartslar sal qimmatroq yana ham mo'rtroq-ku ular. Nu holati shunaqa. Shu qiziq joy bor ekan, agar men hozir kelib sizdan ko'yni zakaz qiladigan bo'lsam, hatto tugmasigacha hozir tanlashim mumkin ekanda. Men ixtiyoriy mana shunaqa chig'anoqdan yasalgan ko'yni unaqa Chig'anoqdan yasalgan, u yerda yana bitta tugma bor. Nima deydi? Qoramolli shoxidan yasalgan tugmalar ham bor. eng oxirgisi bo'lsa kerak. Ha. Xuddi o'shanda. Avtorasa ancha interesnroq ko'rinar ekan, ancha bogatyroq ko'rinadi odam ustida mana shunaqa tugma ishlatilgan bo'lsa deyman. Shunaqa. Kamoljonlik, yana bitta oxirgi savol. Xuddi shunaqa sizga o'xshagan atelye ochaman desa, ularga siz nima maslahat bergan bo'lardingiz? Xo'p, endi hozirgi kunda aytdim-ku, tikuvchilar ko'payyapti. Ko'p bolalar ham o'zi qiziqib ochishga harakat qilyapti. Men bularga birinchi beradigan maslahatim, yaxshi mutaxassis bo'lsa, ochsin. Gap yo'q, lekin bitta riski bor. Siz yaxshi tikuvchi bo'ldingiz degani mijozlar o'zi yetib keladi degani emas. Shuning uchun men bunaqa ochishdan oldin men shunaqa taklif qilardimki, kattaroq, nomi chiqqanroq tikuvchilar bilan hamkorlikda ishlashni boshlash kerak boshida. Chunki nomi chiqqan mijozi ko'p tikuvchilarda asosiy katta muammo mijozlarni ta'minlash. O'sha so'ragan narsasi bilan agar siz yaxshi tikuvchi bo'lsangiz, yaxshi katta staji baland mijozi ko'p tikuvchilar bilan hamkor bo'lsangiz, ular sizga mijozlarini taklif qilishi mumkin. O'sha ishingizni ko'rib, boshqa qilib, shunaqa qilib sekin-asta mijozlarning bazasini yig'asiz. Lekin siz o'zingiz men yaxshi tikuvchiman deb shundan ochib qo'yib, mijoz yig'ib olishingiz juda qiyin. Hatto reklama qilsangiz ham bugungi kundagi Instagram orqali juda qiyin. Chunki bu soha o'zi shunaqa ishonchlarga va munosabatlarga qurilgan. Munosabatlar bo'lmasdan turib, ishonch bo'lmasdan turib, juda kamdan kam holatlarda tikuvchilarga murojaat qilishadi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, yosh tikuvchilar, o'sha mahoratliroq tikuvchilar bilan hamkorlikda ishlashsa, shu orqali klient bazasini ko'paytirib, keyin alohida o'zligi o'sha to'liq mustaqil holatda ishlashligi mumkin va bugungi kunda O'zbekistondagi juda ko'p tikuvchilar xuddi shu tajribani qo'llashgan. Ya'niki, demoqchiman, agar hozir men misol tikishni bildim deb naradan bir o'zimga joy olib ishimni boshlab ketsam, ishimni boshlasam, ishim yurib ketishi garant emas ekan, bu demak. Ha, yo'q, sizni reklama qilishingiz ham, yaxshi tikuvchi bo'lishingiz ham bu kafolat bermaydi bu biznes yurib ketishiga. Va hozirgi kunda shu ishni xatoni qilib juda ham ko'pchilik kasodga uchraganini bilaman. O'zim bilaman, o'zim zo'r tikuvchiman deb alohida chiqib kasodga uchraganlar ko'p. Shu joyda bir savol tug'iladi. Siz o'zingizga shogird olasizmi? Albatta, bizning eshigimiz doimo ochiq. Hozirgi nima deydi, bir kiberpunk davrida yashayapmiz. Hozir hamma nimaga qiziqyapti? IT, shunaqa sohalarga, lekin bu sohalarni men doim aytganman, kelajagi yo'q. Nimaga desangiz, bu kundagi o'sha oddiy sun'iy intellektni chiqishi bilan sizda juda ko'p sohalarda optimizatsiya qilib yuboryapti. Sizga ishchilar kerak emas. Bir kishini o'zi, misol uchun, arxitektura, dizayn ishlarini hal qilishi mumkin. To'g'ri. Shuning uchun men aytamanki, doim hunar bo'lish kerak. Bir odamda hunaringiz bo'lsa, misol uchun hozirgi kunda yaxshi bitta kasb bo'lsangiz ham, doimiy ravishda sizni daromadingiz bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu sohada siz millioner bo'lmassiz, lekin o'sha doimiy holatda mijozingiz bo'ladi. Men bunga bitta misol keltiraman. Yoshligimizda endi sizlar ko'rganmisizlar yo'qmi? Bitta multfilm bo'lardi, yomg'ir to'g'risida. O'sha hayvonchalar qulupni yomg'ir maraka, pishloq yomg'ir maraka deyishadi-da, keyin yomg'irni chaqirib kelishadi o'zligiga mos. O'sha bir marta yog'adi, bir marta juda ham ko'p qulupni, bir marta juda ham ko'p pishloqga ega bo'lishadi va o'shanda oxirida tipratikonni ko'rsatadi. Chunki multfilmning boshida ham yomg'irdan keyin chiqqan qo'ziqorinlarni terib yurgan tipratikon bo'ladi va o'sha multfilm oxirida ham qo'ziqorin yomg'iri meniki deydi. Tipratikon nimaga desa, u doimiy. Chunki doimiy Allohning inoyati bilan yomg'ir yog'adi, yomg'irdan keyin doimiy ravishda o'sha miqdorda qo'ziqorin chiqadi. Bu nima degani? O'sha siklni davom etishi.
Bu soha ham xuddi shunaqa. Siz yaxshi tikuvchi bo'lsangiz, eshigingizni doimiy ravishda mijozda taqillatib keladi. Hech bo'lmaganda olgan narsasini o'ziga moslash uchun. Shuning uchun men nima deyman, hozirgi yoshlarga ham to'g'ri zamonaviy sohalar odamlarga bir jozibali ko'rinishi mumkin. Lekin hunar bu doimiy ravishda talab bo'ladigan narsa. Shuning uchun men yoshlarga aytamanki, albatta hunarga ega bo'linglar va bizani eshiklarimiz doim ochiq. Kim o'rganaman desa, bajonidil o'rgatamiz. Anaqa qilamiz, shogird olamiz. Kamoljon aka, vaqtingiz uchun rahmat. Bergan javoblaringiz uchun rahmat. O'ylayman ko'pchilik bu ma'lumotlardan manfaat oladi. Agar siz o'zingizda ham bir qanday savollaringiz bo'lsa, sizni izohlarda kutib qolamiz. Keyingi ko'rishguncha. Tashakkur.